Bilmayman nimaga, lekin hamma mana shu aktrisaga meni o'xshatadi. Bugun sizlarga shu aktrisani makiyajini takrorlab ko'rsataman. Juda ham tabiiy makiyaj yoqtiradi. В принципе, как и я. Agar sen hayotingda bomsh, nechtojniy, hayotga hech nimaga добиваться qilmagan bo'lsang, sen o'zingni kechir oldindan, iltimos. Oldin makiyajga yuzimizni yaxshilab tayyorlab olamiz. Dальше bizda siviritka. Обязательно yuzimizga namlantiruvchi krem qilamiz. Вот пока я снимаю мейкап-урок для вас, sizlar bilan bitta tema haqida gapirib olmoqchi edim. Современная психология haqida. Hozir каждый второй psixolog bo'lib ketgan-ku. Hamma aqlvotir, hamma qanday yashashligini biladi. Например, bilasizmi sizni hayotingizga nimaga ana bu ishingiz o'xshamayapti? Chunki sizni travmangiz bor. Siz mana buni kechirishingiz kerak. Onangizni kechirishingiz kerak, otangizni kechirishingiz kerak. Agar sen hayotingda bomsh, nechtojniy, hayotga hech nimaga добиваться qilmagan bo'lsang, sen o'zingni kechir oldindan, iltimos. Onangga, otangga nima deysa, qayda shunaqa bo'lib qoldi, всё, kimning travmasi yo'q? Hammaning travmasi bor. Kechirishingiz, Hasan o'zingni kechir, o'zingni ustingga ishlamayotganing uchun, o'zingga g'amxo'rlik qilmayotganing uchun, o'zingni faqat tapis qilganing uchun, bir budishing uchun staratsiya qilmayotganing uchun o'zingni kechirda, ko'zingni qimirlatib ishla. Emas, sizlarga aytib qo'yay, o'sha aql o'rgatadigan insonlarning 90% siz xohlaydigan hayot bilan yashamaydi. Lichna men maslahat olaman o'sha insondan, agar ko'rsam что uni hayoti men orzu qilgan hayot bo'lsa, men undan maslahat olaman. Xullas, bu aktrisa juda ham tabiiy qoshni yaxshi ko'radi. Nima qilamiz? Просто qoshimizni taraymiz va qizlar, sizlarga bitta zo'r nahotka haqida gapiraman. Pussy gel для бровей. Men buni faqat reklamasini ko'rganman. No просто marketing deb o'ylaganman. Realda qoshni shunaqa bir xil qotirib qo'yadi. Kun davomida bir xil mana shu taralgan qosh yurasizlar. Tak, juda ham lёгкий tonalka ishlatamiz. Menga samый lёгкийsi bu shik ekan. Молочко aralashtirib sursalaringiz вообще lёгкий покрытие berishadi sizlarga. Yangi sponjik tabriklashingiz mumkin. Qaysilarini mana ishlaymiz? Точка mana bera. Точка mana bera. Точка mana bera. Точка mana bera. Burnimizni ozgina mana bu uchasiga, labimizni tepa qismiga ana bu yerga. Korreksiya etsa, она не любит. Shuning uchun faqat rumyana ishlatamiz. Menda robotniki. Tushvat qilinglar qizlar, mana tepaga qarab, hech qisi yo'q. Agar izi qolsa, agar uni sponj bilan ozgina mana tushvat qilasizlar, chotki bo'ladi. Gina pudra oldim, qoqdim va changini mana ishlatamiz yuzimizga. Mana oddiyor, mana shuni olganimga вообще jilet qilmadim. Kulamiz. Highlighter обязательно jilet qilmaymiz, потому что bu aktrisa juda ham highlighterni yaxshi ko'radi. Ko'zimizni ustiga nanosit qilamiz. Mana bera ishlatamiz обязательно. Mana qaranglar, bitta life hack ko'rib qoldim. Shunday mana bu tushni mana qilib bunday olasizlar-ku, mana bu yerga оказывается sizga kerakli miqdor chiqar ekan. Ko'zingizni faqat ko'ringiga mana qilib ishlatasiz mana. Ildizi bilan taraymiz mana. Va bu sizga 2x объем berar ekan. Обязательно kiprigimizni past qismini ham bo'yab olamiz mana. Labini doim bunaqa rozovroq qiladi. Shuning uchun mana shunaqa pomada oldim, rozovый Maybelline'dan. Hozir buni ishlatib ko'ramiz, endi ko'ramiz menga yarashadimi yo'qmi. Qalam Miss Size 780. Chizamiz labimizni. Ух ты! Bu makiyajimiz kuni bo'yi qotib turishi uchun обязательно makeup forever. Tak qizlar, mana makiyajim juda ham tabiiy chiqdi, xuddi shu aktrisadek. Просто buni ko'zi yashil, meniki korичневый. Shuning uchun uyda o'zlaringiz ham bemalol takrorlasalaringiz juda ham chiroyli chiqadi, потому что bu makiyajni qilish juda ham oson.